DH akademiyasi ochirayotgan abituriyentlar diqqatiga. Bilaman, so'nggi oylarda juda ham ko'p savollar kelib tushdi. Aka, imtihoni qanaqa, asosiy fani qanaqa, shunga o'xshagan savollar. Hozir birma-bir javob beraman. Iltimos, diqqat bilan eshitib, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki baribir shu videodan savol beryapsiz. Chunki videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman. Demak, imtihon jarayonlariga keladigan bo'lsak, hujjat topshirish onlayn tarzda may.uzb.uz saytida amalga oshiriladi. 10-oktyabrdan 10-noyabrgacha. Keyingisi noyabr oylarida bo'ladi. Bu saralash imtihoni. Birinchisi 4 ta fandan test. Ya'ni qaranglar. O'zbekiston tarixi, matematika, chet tili va ona tili. Agar sizda ushbu fandan sertifikatlar bo'lsa, inobatga olinadi. Ya'ni siz qayerga kirishingiz shart emas, o'zlari inobatga oladi. Ya'ni hujjatlarida. Xo'p, 3-bosqich psixologiya bo'ladi. Bundan umumiy balldan, ya'ni 30% dan yuqori kim to'plasa, ya'ni undan keyin o'sha psixologiya imtihoniga qo'yiladi. Psixologik imtihondan o'tganingizdan so'ng sizga yakka tartibdagi suhbat bo'ladi. Bu suhbatda qanaqa bo'ladi desanglar, dunyo qarashingiz, fikrlashingiz, mantiqiy fikrlash, ya'ni o'zingiz zehningiz, xotirangiz hammasi inobatga olinadi. Hozirgi siyosiy jarayonlarga bo'lgan fikringiz ham. Keyin sizda hujjat yig'ish va tibbiy ko'riklar va oxirida yaxshilab eshitib olinglar, imtihon fanlarida huquq va chet tili 3 ta majburiy o'tgan imtihon bo'ladi. Tarix emas DH akademiyasida. Huquq va chet tili fanlaridan imtihonlar bo'lib o'tadi. Ushbu videoni DH akademiyasida topshirayotgan yoki tayyorlanayotgan do'stlaringizga yuborib qo'ying va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.